Toshkentda uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi kurash bo'yicha texnologiyalar forumi bo'lib o'tmoqda va bugun EAS o'zining yangi texnologiyasini namoyish qiladi. Forumda so'nggi yillardagi xavf-xatarlar tahlili asosida yaratilgan mahalliy antidron tizimlari taqdim etildi. Shuningdek, dronlarni real vaqt rejimida aniqlash va neytrallash imkoniyatlari namoyish qilindi, hamda milliy ishlamalarni xalqaro bozorga olib chiqish masalalari muhokama qilindi. Tadbirda davlat idoralari, diplomatik korpus va xorijiy mudofaa kompaniyalari vakillari ishtirok etdi. Kompaniyamiz bugungi kunda uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi kurashish tizimi, ya'ni antidron tizimlarini ishlab chiqarib keladi. Kompaniyamiz 2022-yilda tashkil topgan va bugungi kunda o'zini statsionar, mobil, portativ tizimlari bilan bozorga kirib keldi. Yaqin yillarda C4I tizimi, ya'ni iskusniy intellekt bilan bog'liq bo'lgan tizim ham joriy etiladi. Kompaniyada bugungi kunda 70 dan oshiq mutaxassislar ishlab kelyapti va bunda to'xtash yo'q. Yaqin kunlarda yanada ko'proq dasturchilarni jalb qilamiz, o'qitamiz, o'rgatamiz va vatanimizni xavfsizligini ta'minlashda inshaalloh o'zimizni hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Bundan tashqari, Dom Stationary yarim statsionar dronlarga qarshi kurashish tizimi namoyish qilindi. U bitta platformada radiochastota, radar va elektro-optik aniqlash sensorlarini, shuningdek, elektron kurash vositalarini hamda kinetik zarba berish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Electronic Autonomous Solutions korxonasi tomonidan yangi yechim ishlab chiqildi. Bu yechim nostandart, ya'ni yangicha bo'lgan tahdiddagi dronlarni aniqlash, ularga qarshi kurash, shu jumladan qattiq, ya'ni hard kill usulida qarshi kurash tizimini o'z ichiga oladi. Platformani o'ziga xosligi shundaki, bu birinchi bu turdagi milliy mahsulot hisoblanadi, ya'ni turli xil sensorlarni o'ziga integratsiya qilgan yagona boshqaruv platformasidagi yechim hisoblanadi. Bu bir vaqtning o'zida turli sensorlardan ma'lumotlarni olish, ularni qayta ishlash, tahdidni darajasini belgilash va unga qarshi muqobil yechim, ya'ni qarshi kurash yechimini ta'minlab beradi. Bu forum O'zbekistonda antidron texnologiyalarini rivojlantirish, mahalliy ishlamalarni namoyish etish va ularni xalqaro bozorga olib chiqish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Tadbir mamlakatning texnologik mustaqilligi va xavfsizlik salohiyatini mustahkamlash yo'lidagi navbatdagi qadam hisoblanadi.